akalar, xullas bugun servisimizga Spark keldi. Spark'ni ikkisi ekan. Interesna bo'lgan joyi turbina bor ekan, mana kichkinagina turbina bor ekan. Interkullerlar qo'yib chiqishgan ekan, moshishni qilib. Koreyada ustanovka bo'lgan shekilli bir bo'lsa. O'zi ham 865 ta ot kuchini qo'shib berar ekanda mana shu. Ko'rsanglar bo'ladi. Kimda shunaqa yana Sparkdan bor? Juda ko'pchilikga kelgan deydi bunaqa Sparklar. Mana shu rostmi? 865 ta ot kuchiga ega deyapti buni. Bunda hozir problema bo'layotgani, bunda turbinada bosim kuchliligi sababli klapanni kuydirib qo'yibdi. 3 porshonga yoqmayotganda bu turbina. Mana shunga hozir turbinalar ponni chiqarib yorib, noldan boshqacha prostoy Spark qilib qo'yamiz. Turbinaga qiziqqanlar bo'lsa bemalol o'zimizga aloqaga chiqib kelaverasizlar, sotib yuboramiz.